Mana Surxondaryo viloyati Denov shahar Qizilsuv ko'prigini Ramazon oyidagi bitgan tayyor ko'rinishi. Fontanlar o'tilyapti. Mana damba qilingan, hozir yana yaqinlashtiraman. Mana bu odamlar o'tadigan ko'prik qilingan yangi. Hop, konsert. Har kun kechqurun konsert bo'ladi. Mana ko'prikdan chiqib mana tomosha qilsangiz bo'ladi. Bu yerda hali lotkalar bo'ladi hali bahorda. O'sha issiq kelavergandan keyin. Mana Toshkentdagi Seul ga o'xshab ketadigan qilingan, undan ham chiroyli bo'lgan desa ham bo'ladi endi. Ko'rinishi mana bu yerda bemalol aylansa bo'ladi, sayl qiladigan kattagina joy. Yoqqa mana skameykalarga o'tirasiz. Konsertlar bo'ladi mana ko'rib turganingizdek. Mana hozir ochilish marosimi o'sha kunga to'g'ri kelib qoldik. Suv ko'tarilgan. Bemalol lotka bo'ladi, boshqa bo'ladi. Menimcha shular tashkillashtirilsa kerak. Taxminim uni aniq bilmayman. Mana o'zi fontanam. Svita muzikalari ham bo'ladi kechga. Juda uzoq. Yoshlar uchun xizmat ko'rsatish markazlari, taom sentrlar, restoranlarda mana o'zlaringiz o'ylayapti, katta restoranlar qadriyati. Umuman olganda bugun Denov xalqi uchun, Denov fuqarolari uchun kelajakda mana hali endi ochilishga tayyorlanyapti. Mana lentani endi siqishadi. Hokim ham ishadi. Biz orqa tarafdan kirdik. Ketgan buyog'i, uzoqqacha ketgan. İştirak etishdi, albatta mana shu korxona tashkilotlarimizga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu yo'lga qo'shilsangiz, ishga qo'shilsangiz, Ana ochilish bugun bo'lar ekan. O'zi to'satdan kelib qoldim. Mana o'zi yaxshi bo'ldi-da. Hozir mana lentani kesishardi, hozir gapirib bo'lgandan keyin. Kafelar, hamma saylgoh mana mashinalar bor ekan aylantiradigan. Do'konlar hali ko'p olinmagan, arendaga olsa ham bo'ladi. Sotib olsa ham bo'ladi. Degan Denov uchun 2025-yildagi juda ajoyib saylgoh noldan qurildi. Mana shu yordamlar hisobiga bugun minglab ish o'rinlari yaratildi. Shu nuqta yozilgan bugun ko'ryapsizki, aholimiz ish bilan band bo'lgan. Aholining daromadi oshishiga juda katta sabab bo'lgan. Yana bir marta hammalaringizga mana shu ulug' sana bilan va mana shu bugungi bir ulug' bino maskan bilan sizlarni chin dildan tabriklab, yana bir marta qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Katta rahmat. Tabriklash uchun navbatdagi so'z mehnat faxriysi Yazzon Hayitqulovga. Marhamat.